Nima deb o'ylaysiz? Nega ichki ishlar organlarining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarida asosan kiberjinoyatlar, ogohlik haqida lavha hamda roliklar joylanmoqda? Birgina telefoningizdagi ilovalar sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni o'g'irlashi mumkin. Virusli ilovalar haqida qayta-qayta gapirilishining ham sababi shuki, bugungi kunda kiberjinoyatchilar tomonidan turli nomlar ostida ijtimoiy tarmoqlar, messenjerlar orqali APK formatdagi zararli ilovalar tarqatilmoqda. Oramizda ko'pchilik bu turdagi APK fayllarni ochish orqali telefon qurilmasini masofadan kuzatish imkoniyatini yaratib bermoqda. Bu amal orqali kiberjinoyatchilar shaxsiy ma'lumotlaringizni o'g'irlash, kuzatish va hattoki moliyaviy taraflama zarar yetkazishi mumkin. Telefoningizdagi ilovalarni yana bir bora qayta nazoratdan o'tkazing. Sozlamalar bo'limiga kiring, ilovalarni boshqarish bo'limini tanlang va barcha ilovalarni ko'rib chiqing. O'zingizga notanish bo'lgan yoki shubhali ko'ringan ilovalarni o'chirib tashlang. So'ng yana sozlamalar, ilovalar, ruxsatlar bo'limiga o'ting. Har bir ilovaga berilgan ruxsatlarni tekshirib chiqing. Ortiqcha ruxsatlarni o'chirib chiqing. Hurmatli fuqarolar, kiberjinoyatchilar tuzog'iga tushib qolmaslik uchun yuqoridagi ko'rsatmalarga amal qiling.